To'xtang. Adamlar ozgina pul berib yubordilar. Nimaga? To'ydan oldin kuyov bolaga sarpa qilib beraman dedilar. Qaynatajonim. Kuyov bolani to'ydan oldin kiyintiraman deb niyat qilgan ekanlarmi? Boshda oyoq kiyintirasizmi? Bo'ldi gap yo'q. Ketdingmi? Ketdik. Men hozir bir joyda. Qarang, mana bu yaxshi ekan. To'xtab tur. Nech pul ekan bu? Qani? 100 ming so'm. Foy. Endi qaynatam yozib bir kuyovni kiyintiraman deganlarida. 100 minglik kiyim kiysa uyatmi? Ha? O, anta premium bo'lim. O'sha yerdan zorlarni olamiz, ha? Hozir. Alo. Mana, marhamat. Baraka toping. Rahmat. Sog' bo'linglar. Qarang, yaxshi narsalar oldik-a? Xo'p, sizlardan 5 million 650 ming. Bo'ladi. Mana shunday yechib oling. Ha, mayli. Puli yetmayapti. Adajon kartaga kamroq pul tashlagan bo'ladingmi-mana? Yo'q, hozir adamga telefon qilib tashab beradilar. Ha, qiling. Alo, Adajon. Menga berib turing. Assalomu alaykum, Adajon. Uyalmaysizmi? Shundoq qizni dunyoga kelishiga sababchi bo'lib, uni oq yuvib, oq tarab tarbiya berib, begona qo'lga topshirayotganingiz yetmaganidek, yana kuyovga sarpa qilib berishga uyalmaysizmi? Menga unaqa tarbiya berishmagan. Qizingiz o'zini berayotganingiz katta baxt. Shuni o'zi yetadi. Bergan tarbiyangiz uchun rahmat sizga. Mana qanaqa yo'q edi, o'yladingiz? Mana hamma kiyimlarni oling-da. Otajoningizga olib bering. Bu meni minnatdorchiligim. Telefoningiz. Haligi pulni kim to'laydi?